Doktor, men balamda zipermi yoki autizmmi farqlab bilmay turibman. Shu farqini menga tushuntirib bering. Autizm bolalar asosan bular ijtimoiy munosabatlardan qochadilar. Ota-onasi bilan muloqot etishni, begonalar bilan muloqot etishni xohlamaydilar, istamaydilar. Bular asosan bir xillik narsalarni yaxshi ko'radi. Aylanma harakatlarni ko'p kuzatadi bular. Ya'ni kir mashinani aylangan vaqtida diqqat bilan kuzatib o'tiradilar yoki gilamlarni aylanma chiziqqa bo'ylab harakatlanishni yaxshi ko'radilar. O'yinchoqlarni bir qator terib, o'ynab o'tirishni bular yaxshi ko'radilar. Ziper tashxisida bunda bolalarda psixologik va nutqiy rivojlanishdan orqada qolgan hisoblanadi. Lekin bular so'zlasha harakat etadi, muloqotga kirishsa ozgina bo'lsa ham bularda xohish bo'ladi autizmlardan farqli ravishda. Bularda o'yinchoqlarda turli xillik o'yinchoqlarga qiziqish ham kuzatiladi. Bir xillik aylanma harakatlari bilan unchalik shug'ullanib qolmaydilar. Bu kasalliklarni davolasa bo'ladimi? Ziperni davolasa bo'ladi. Autizmni nevrolog, logoped, defektologlar va ota-ona bilan birgalikda korreksiya qilishimiz mumkin. Shu kabi ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, meni sahifamga obuna bo'ling.